Xiyonat nima sababdan ko'payib bormoqda? Ajrimlar oilalar orasida kengayib bormoqda. Bunga nima sabab? Biz tibbiy tomondan qanday qaraymiz degan savollarga javob olamiz. Bugungi kunda eng katta dolzarb bo'layotgan mavzu ushbu mavzu yosh oilalarda ham, yosh katta oilalarda ham, ya'ni farzandi bor oilalarda ham ajrimlar ko'payib boryapti. Bunga sabablar ko'p bo'lishi mumkin, lekin andrologik tomondan qaraganimizda erkak omili va ayol omili ham bunga katta ahamiyatga ega. Endi ko'proq men androlog bo'lganligim uchun erkak omiliga qarayman va bu narsalarni birma-bir yoritishga harakat qilaman. Sizda hozir aytmoqchi bo'lgan muammolarim bo'lsa, buni birin-ketin birgalikda bartaraf qilsak, sizning oilangizda ajrim hech qachon bo'lmaydi. Hozir sizga aytib o'tmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim ichida sizni sog'lig'ingizga kerakli joylari bo'lsa, albatta ushbu videoni saqlab qo'ying va o'zingiz mulohaza qiling. Siz erkaksiz, androlog tomonidan yoshingiz o'tgan sari bu yerda jinsiy zaiflik kuzatiladi. Ba'zi insonlarda, yoshlarda bu jinsiy zaiflik oldindan bo'lib kelgan. Ya'ni psixologik travma natijasida. Hozirgi kunda doim aytib o'tamiz, mobil qurilmadagi porno videolar bu hozirgi chiqib kelayotgan avlodlarimizni, ya'ni biz tengqur yoki bizning ukalarimizni miyasini zaharlayapti. Va bu nimalarga olib kelyapti? Birinchidan, psixologik travma aytgandek, masturbatsiyaga o'tirib qolishlik. Keyingi navbatda o'zini jinsiy zaifman degan holatni psixologik omilni miyaga yozib olyapti. Ya'ni porno aktyorga solishtiryapti. Porno videoda 1 soat, 1,5 soat jinsiy aloqa qilyapti, menchi 10 minut, 3 minutda tugatib qo'yapman. O'zi normal jinsiy aloqa necha minut? Ya'ni ko'z ochib yumgan juft halolingizda jinsiy aloqada siz lazzat berishingiz uchun o'zi aslida 2-3 daqiqa yetadi. Faqatgina siz unga to'g'ri tayyorgarlik qilishingiz va to'g'ri jinsiy aloqaga yondashishingiz kerak bo'ladi. Normal holatda jinsiy aloqa vaqti o'zi 3 minutdan 7 minut oralig'igacha deb baholanadi. Ya'ni birinchi jinsiy aloqa. Ikkinchisi, uchinchisiga o'tishlik bu sizning jismonan baquvvatligingiz, psixologik travmalar olmaganligingiz va sizni ayolingizni sizni oldingizda o'ziga qaratib jalb qilishligiga bog'liq bo'ladi. Va shundan so'ng ikkinchisi va uchinchisi ham pastel, ya'ni jinsiy aloqa bo'lishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Keyingi sabablardan yana biri bu yerda farzandsizlik masalasi. Hozirgi oilalar sabr qanoat qilmayapti. Ya'ni 1 yil davomida yashasa yangilik bo'lmasa izlanishmayapti-da, bu yerda darhol senda muammo yoki ayolda muammo deb 2 yosh oilani ota-onalari hozirdan ularga zulm o'tkazyapti. Zulm degan qanaqa? Ular ham psixologik travma. Ya'ni oilada janjallashib tursa, yoshlar ota-onalar fikriga qarab yo'nalishlarga o'tib ajrimlar kelib chiqadi. Bunda ginekolog tomonidan kelinda muammo bor yoki yo'qligi. Hozirgi kunda faqat erkaklarda emas, ayollardagi muammolar ham ortib bormoqda. Ya'ni gormonlar muvozanati buzilishi, hayz siklini normal holatga kelmasligi yoki poliplar, bachadon miyomasi, kistasi, turbalar ochiq yopiqligi va boshqa juda ham ko'p muammolar kelib chiqmoqda. Ha endi qars ikki qo'ldan chiqadi. Erkak omilichi. Erkak tomonidan spermatozoidlar miqdori zo'r bo'lsa ham, lekin uni morfologiyasi yaxshi bo'lmasligi. Bunda birlamchi bepushtlik diagnostikasi qo'yilishi hozir juda ham keng tarqalmoqda. Endi bu narsalar deb siz oilada ajrim bo'lib ketishi, ya'ni ajrashib ketishingiz shart emas. Buni birma-bir bartaraf qilsa bo'ladi. Shaxsan meni klinikamda nimaga men ginekolog bilan birgalashib mulohaza qilaman. Yosh oilalarda ajrim bo'lmasligi uchun ular uchun kurashamiz va 3 oy, 6 oy ichida 70-80% holatlarda natijalarga erishyapmiz. Bu juda ham katta va yuqori ko'rsatkich. Endi oilalarda faqat shu sabab ajrim bo'lyaptimi degan savol tug'iladi yana o'z-o'zidan. Men androlog sifatida yana aytaman, erkaklarda shu anatomik jihatdan jinsiy olatning o'zgarishi yoki jinsiy olatning sezuvchanligini buzilishi yoki qon aylanishining buzilishi natijasida ham oilalarda ajrimlar bo'lyapti. Hattoki yaqinda bo'lgan voqea qizlik pardasini olmasdan 2 yil yashab ajrashib ketgan oilalar ham bo'lyapti. Tushunyapsizlar? 2 yil yashash oson emas. Bunda u bemorda nima bo'lyapti? Venozli utechka, ya'ni venoz qon tomirida klapanlar ishlamasligi. Arteriya qon tomiridan jinsiy olatda g'oyak tanasida qon to'ladi va jinsiy olat turadi. Turganda bu darhol yotib qoladi. Har xil tadanafil, sedanafil va operativ, ya'ni jarrohli operatsiyalarni ham o'tkazgan. Venus utechkani to'lamoqchi bo'lgan ayrim klinikalarda, lekin bu yerda foyda qilmagan. Buning yechimi nima bo'lgan? Ya'ni bu yerda venozli utechka bo'lgan holatda venozli operatsiyani o'tkazdi, natija bo'lmasa faqat protez, faloprotez qo'yiladi. Jinsiy olatning eng nozik nuqtasi bu yerda jinsiy zaiflikni oldini olish faqat protez. Aytmoqchimanki, bu yerda faqat erkak omili emas, ayol omili ham
erkak omili ham ajrimlarga sabab bo'lib qolmoqda. Shuncha vaqtdan beri YouTube sahifamizga manfaatli videolar joylab boryapmiz. Asosiy maqsadimiz insonlarda, jamiyatning ichida urologik muammosi bor insonlarga yordam berish. Ya'ni jinsiy holatda muammo bormi? Qiyshiqlik yoki jinsiy holat turmayaptimi? Yoki farzandsizlikdan qiynalanyapsizmi? Spermogramma tahlillarida sizda urug' ko'rsatkichlar 0 ko'rsatyaptimi? Farzandingizni muayiklari o'z yorug'i xaltasida emasmi? Unda quyidagi nomerlar orqali bizga murojaat qiling. Biz sizga sifatli ma'lumot va sifatli yechim berishga harakat qilamiz. Bu keltirib o'tayotgan narsalarni juda ham oddiy qarashingiz mumkin. Lekin shu sabablar tufayli oilalar ajrashib ketyapti. 3 ta bolasi bilan erini tashlab ketgan ayol haqida eshitmagansiz, to'g'rimi? Lekin bizda qabulga kelganda 100 o'tirib gaplashamiz ushbu bemor bilan. Gaplashganimizda u bemorda sahrli diabet bor. Sahrli diabet hisobiga jinsiy holat turmayapti va ayol boshqasi bilan yurib ketyapti. Bu juda ham og'ir holat. Ya'ni 3 ta farzand bilan begona bilan fahsh ishlarni qilyapti. Bu yerda agarda sizda ushbu jinsiy zaiflik holati kuzatilmaganda dedim, ayolingiz tashlab ketmasdi. Ya'ni siz uni qoniqtira olardingiz. Lekin u o'ylagan, eri tomonidan sahrni hisobiga emas, u boshqasi bilan pastel qilib kelyapti va meni qoniqtirmayapti degan xayol bilan kelgan. Aslida erkak tomonidan, erkak omili tomonidan jinsiy holatda fibroz, ya'ni g'ovaktani fibrozlanib ketishi, chandiqlanib ketish holati kuzatilgan. Endi oddiy holatlardan yana bir nima. Yoshlar qiziqqon, hozir 21 yosh, 25 yosh oralida uylanayotgan do'stlarimiz, ukalarimiz bor. Ular nima qilyapti? Ayoli bilan pastel qilyapti-da, qaydagi yengil tabiat ayollar bilan ham ko'chada pastel qilib kelyapti. Va ushbu yuqumli kasalliklarni ayoliga yuqtiryapti. Ya'ni fohishalar bilan jinsiy aloqa qilishda ayoliga yuqtirgan kasallik oqibatida ajrimlar ham kelib chiqyapti. Bu narsani keng olib chiqishim sababi bu bitta shu halol ayolini yo'qotib qo'yish. Ertaga u qaydagi yengil tabiatda qiz bilan aloqa qilyapti va uni xarakterini u ana shu pornoda ko'rgan holatlarda jinsiy aloqani xohlayapti-da bola, lekin ayoli bu yoqda xohlamaydi unday aloqani. Ya'ni chiroyli, madaniyatli aloqa bo'lsa, bu yerda yaxshi ajrim bo'lmasdan oilalar oxirigacha yetish bo'ladi. Endi yuqoridagi holatlarni hammasiga birma-bir yechim qilsa bo'ladi. Bunda diagnostikani to'g'ri qildirish, yosh oilalar bir-birini tushunish, yoshi katta oilalar ham gumonga bormasdan eri tomondagi, ya'ni xo'jayin tomondagi muammoni to'g'ri real qarab, darhol sen birov bilan yotib kelib, keyin meni qoniqtirmayapsan degan xayollarga bormaslik uchun to'g'ri tibbiy diagnostikadan o'tish kerak va to'g'ri mutaxassis tanlash kerak. Erkaklarimiz, ya'ni akalarimiz yoki ukalarimiz o'zi sog'ligidagi muammoni to'g'ri talqin qilishi va to'g'ri xulosa qilish kerak. Ya'ni tez bo'shanyaptimi? Rostdan 2 minutga ham bormayaptimi? Jinsiy holat qattiq turmayaptimi? Qizlik pardasini ola olmayaptimi? Yoki ayoliga bo'lgan xohish tushib ketib, gormonal fonlar buzilib, semirish oqibatlari kelib chiqyaptimi? Hammasiga yechim bor. Faqat birma-bir bartaraf qilish kerak va ushbu yechimlardan so'ng sizda oilada ajrim bo'lish ehtimoli kamayadi va turmushdagi ayolingiz yoki eringizni oldidagi burchingizni, vazifangizni juda ham a'lo darajada bajara olasiz. Agarda sizda yoki yaqinlaringizda doim aytaman, andrologik, urologik muammo bo'lsa, faqatgina bizni klinikaga tashrif buyurishingiz shart emas, lekin o'zingiz viloyatingizda yaxshi mutaxassisni topib, shu savollarga javob oling va siz o'zingizni tibbiy tomondan ruhiy o'zingizni mustahkam insonga yetib insonga aylantiring. Ushbu video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, sizga yaxshi fikr va mulohaza bera olgan bo'lsam, ushbu video saqlab qo'ying. Agarda siz ayol kishi bo'lib turib ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zingizni juft halolingizga, ya'ni xo'jayingizga yuborib qo'ysangiz, bir-biringizni tushunishingiz yanada oson bo'ladi va kelib chiqayotgan ziddiyatlarni oldini olgan bo'lasiz. Videoga albatta like bosib, hoziroq menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.